Allah'ның Al-Mu'iz, Al-Muzil degan ism sifatlar haqida tafsirlar. Bismillah, alhamdulillah, ve salatu ve selamu ala Resulillah. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Tüvendi dehtanlığa Ustad Abdüveli Qari Rahimahullah'ın Kur'an ve sünnet nuri astida Allah subhanahu ve ta'ala'nın güzel isim sıfatlarının tefsirleri dersliklerden Allah'ın Al-Mu'iz, Al-Muzil degan isim sıfatları hakkında to'xtalamiz inşallah. Ba'dahu billahi mineşşeytanirracim. Allah'ın Al-Mu'iz, Al-Muzil degan isim sıfatları hakkında tafsirlar. Allah'ın bu isim sıfatları Kur'an'da bir qancha yerde tilga ilingan. Al-Mu'iz, Al-Muzil, aziz qilg'uchi ve har qilg'uchi. Allah subhanahu wa ta'ala haqiqiy padişahlıqni xoligan bandasiga berib aziz qiladi, xoligan bandasidan tartib ilib har qiladi. Haqiqiy padişahlik degan nima? Xarlıqdan qutulish haqiqiy padişahlik bo'ladi. Allah'tan başqaga muhtoj bo'lmasdan yashagan kishi haqiqiy padişahlikni qo'lga keltirgan bo'ladi. Shahvatini mag'lub qilgan bo'lsa ham haqiqiy padişahlikni qo'lga keltirgan bo'ladi. Allah subhanahu wa ta'ala bir kishining qalbini echib, uningga qanoat ne'matini bergan bo'lsa ve o ne'matni qo'lga keltirish jarayonida uningga qarshi kuchning hammasini yengan bo'lsa, Allah subhanahu wa ta'alaning o'zidan madad tilab din yo'lida harakat qila oladigan ne'matini bergan bo'lsa, Allah uni aziz qilib dunyoda padişahlik bergan bo'ladi. İnşallah oxiratda o'ziga yaqin qilish bilan aziz qiladi. İnsanın qalbida har qandaq din yo'lida qilayotgan harakatidagi qo'rqish va dahshatlarga osoyishlik qalbi bilan javob qila oladigan bo'lsa, haqiqiy padişahlik nisb bo'lgan bo'ladi. Har bir narsada osoyishlik bilan din qarshi bo'layotgan kuchlarga bemalol, xotirjam bo'lib javob qila olsa, buningdan tashvish qilmasdan iymoniy qalbini Allah subhanahu wa ta'ala bendiga nisb qilgan bo'lsa, qiyomat kuni ya ayyuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Tercümesi: ey aram tapquchi can, sen Rabbinden memnun, Rabbin senden razı bo'lgan holda onun dergahı qaytqin deb Allah subhanahu wa ta'ala bendini cennetke daxil qiladi. Kimiki bütün xalqqa herismanlik ko'zi bilan qarsa, hatta xalqqa muhtoj bo'lib qolgan bo'lsa, o'ziga herismanlikni hukmron qilib olgan bo'lsa, hatta o'zidagi yetarlik narsalarga qanoat qila olmagan bo'lsa, bu ko'rinishda podshoh bo'lsa ham Allah har qilgan odam hisoblanadi. Bende aziz qilg'uchi va har qilg'uchi faqat Allah subhanahu wa ta'ala bo'ladi deb bilgandan keyin izzatni Allohdan so'rasin va xorliqdan panoh tilsin. Hamda izzatni qo'lga keltirishga harakat qilish kerak. Dunyodagi ba'zi har kishilar o'zini aziz deb xiyol qiladi. Ba'zi Allohning huzurida aziz bo'lgan kishilar borki, kishilar bilmasdan ularni har insonlar deb o'ylaydi. Mana benda bu ikki sifatni bilgandan keyin Allah subhanahu va taoloning huzurida aziz bo'lishga harakat qilib, Allohning huzurida har bo'lib qilishdan ehtiyot qilib yashash kerak. Kur'an ve hadislerde Allah'ın bu isim sıfatlarıyla alakadar tövendeki mezmunlar tilga ilingan.
Resul sallallahu aleyhi ve sellem'nin hadislerden tercümesi Peygamber aleyhissalatu vesselam mundaq deydi. Bir mu'minning özünü xarlışı halol bulmaydı. Degende sahabeler, ey Allah'ın peygamberi, özünü xarlaş degen nimini köstüdü dep sorganda, Peygamber aleyhissalatu vesselam mundaq deydi. Özü taqabıl turalmaydigan balay afetlerge özünü itiş dep cevap verdi. Şeyh Albani Es-Silsiletul Sahiha 172. Sure Münafikun 8. ayetide tercümesi Ula yani münafıklar Medine'ye qaysak en aziz adam yani Abdullah ibn Ubey ve münafıklarının özlerini demekçi. En har adamni yani Resulullah'ni müminlerin demekçi. Medine'den çıkırıp itidu deyişidu. Galibe Allah'a, Allah'ın peygamberiga ve müminlerge mensup. Lekin münafıklar galibinin Allah'ın düşmanlarına emas, dostlarına mensup ekanligini bilmeydi. Tirmizi rivayet qilgan hadisda Peygamber aleyhissalatu vesselam mundaq deydi. Aql parasatlik kishi degan o'zidan doim hisob oladigan, oxirat uchun yaxshi amallarni qiladigan kishidir. Nafsi xohishiga berilgan iqtidorsiz kishi bo'lsa, havoyi havaslarga ergashgan, Allohning rahmatining kengirligi haqida quruq arzu armonlarni qiladigan kishidir. Elhamdülillah. Yuqorida Ustaz Abduvali Qori rahimahullahning Qur'on ve sünnet nuri astida Allah subhanahu ve Teala'nın güzel isim sıfatlarının tefsiri derslerinden Allah'ın el-mu'iz, el-muzil sıfatlarının tefsirini anladığınlar. Ahirini keyin qitimliq o'qishimiz davomlashtiramiz inşallah. Ve sallallahu ala Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.